mezgil birga. Lekin bu so'zlarime Ishonmas bir kunda, şayat allar quyuqda. aytalar to'g'risin. Kimlarsin ul fiksiler, eydeli sir bulsun. Kimlarsin ul fiksiler, eydeli sir bulsun. Kimlarsin u fiksilar? Eydeli sir bulsun. Saklagıç kiyimler. 21-22 izlerge gitti indi. Men eshitdim, koridorga chiqib yugurdi u. Sen osh bo'lmasidan izla, amin zo'r bo'lmadan. Topdingmi? Ha, yer ostini aloqdimini? Balki atisining ish bo'lmasindadir. Munda qo'shar o'rinda yo'q bi. Baliqda? Nolik. Bu baliqqa Jimjimichning yartisida siymay. Shulaymi? Olaysa shilmakda. Buklanib kirib yotganda bizdan kulib o'tiradi. O, Timka, eshitdingmi? U tegindi. Ko'rinmi? Men kulganin eshitdim bit. Tuyulgandir. Ketdik, badrakdan izlaymiz. Tuyulgandir. Bu kiyim işinde bigrektin şu. Aşı bulmay. Faydası indi ol. Kim bu? Timka, reisi canlandı. Dağın şutmazlarga şiynası sindi meni. So'g'ishchilarga o'qlardan ham qilichlardan saqlanib qolirga maxsus shidan kiyim yordam etgan. Ularni birnig'i zamonlarda o'q yasaganlar. Lekin o'rta asrdagina to'lisincha temir kiyim kiygan ritsarlar borliqqa kelgan. Ularning kiyimlari shu qadar og'ir bo'lgan. Ritsar yig'ilsa, yerdandan boshqa oyog'ini bosada, otni otlini da olmagan. Aytirga kerak, ritsar otlarına shulay yo'q maxsus saqlag'ich kiyimlar kiydirganlar. Hey! Nerede sırayıp durasız? Jimjimich, senmi bu? Men! Bitligimni ko'targizali. O'zing buldira olmaysizmi? Yo'q. Ko'rasizmi? Qo'lim yurmi. Ko'ramiz. Qiziq. Sizga qiziq. Men hozir bundan shiqa olmayim. Bo'sha g'azali. Zinhorshi. Bizga bunda kusachkigina yetmagan edi. Kusachka, sen narsa? Men bu. Fu. Tinchlan. Yig'lab. Turib bo'lmay. Nolik, ishqindirga kerak bitirasan, tezroq. Bu ishqanig'iz uchun rahmat. Allani tugil. O'zimgina shiqa olmas edim. Ritsarni yerga kerak. Ayi, ati qaytib kirgancha. Saklag'ich kiyim ko'p yerda kerak, so'g'ishdagina tugil. Sayohatchilar shirin-shirkidan saqlanir uchun maxsus shiltarlar kiya. Umartachilarning da maxsus kiyimi bor. Narsa bo'lib bitar edi agar ular qurtchoqundan saqlanmasa. Yong'in söndürücülərə o'tqa qarşı kurashib kishilarni qutqarish uchun saqlag'ich kiyim bigrak da kerak. Lekin uning eng kerak o'rni g'alam. Chunki onda quttushqish sovuq ham butunlay sularga havo yo'q. Kosmonavtning kiyimi skafandr deb ataladi. Skafandr kosmonavtni saqlab qoluvdan tish, uni havo bilan ta'min etadi. Aytirga kerak, fiksilarning kombinezoni shulay yo'q saqlag'ich kiyim. Ya, nishik? Darajidiqmi? Dürüst şekilli.
Шлемы юк бит. Хәзер Нолик алып килә. Дим-димит! Мә, кагылыйт! Рәхмәт, кусачка. Я, рыцарь аты, тынычлан! Менә булды. Баш урында. Булуң булды да, рыцарь хәзер балеринаға охшаган. Аның кулы төшми. Аңа берәр нәрсә бирергә кирәк. Бу ярыймы? Әлбәттә, болай күңеллерәк. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясында тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр,